Hazır tiket kaldı bu. Bir iki adam kırmasın, biraz rahatlan be. Vaxtında koyup keçip kalsam şimdi oladı şu. Adam ya uxlab qoldim, soat 10 olabızdır. Ayni başlayveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid, Shvetsiyadan. Do'stlar bilan uzun bo'libdi ko'rishmagani, ammo toplarda gap qilib turdik. Bugun 2023-yil 3-oyning 21-kuni ekan. Shuningga Ramazon yaqinlashib qopti. Ramazonning oldida ancha-muncha to'g'ri tavasdan bir to'pichanglar chiqatdi. Ben bugungi so'zlamoqchi bo'lgan nuqtam biza ko'parak bo'lib ketib qopdim. Shunday bo'lsinmi, sal vaqt so'zlab ketira olsaydim, qo'sh haqida anglab berasizlar. Taqib qo'yinglar. Ulug' Ramazon kirib qopti. Endi bizningki aramizda munofiqlar jiq bo'lsinmi, Ramazonniki islomni hurmati bilan bugun bularga og'zimni yomon qilmagan asosda bir gap qilmoqchi. Birinci söz aytgan narsa, o'tganda Turkiyadagi kitap yozgan Ahmadjon Ismoilmi doktorim, to'g'ri bir odam. Buningga qarshi Abduqodir Yapjon dadamiz so'zlabdi. Uningdan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultayiniki hozirgi ishki ishlar mas'uli Dilyar Musabay meni yaxshi buningga raddiya qaytiribdi. Ben bu bununla birini qaytırıp koyay, onundan keyin bununla Ahmadjon şu İsmail'deki adamga şu videomni boz yollab qo'yinglar. Ovoz qandaroq chiqib bordi, qarindoshlar, bir tegiga yaxshi deb yozib qo'yasizlar. Bu Ahmadjon İsmail'deki adamga bu kitapni birisi yezib qilpaga o'xshaydi. Bu adamning bu saviyasida, o'zini doktor degan adam bu kitapning yozilishimi sal g'alati, ba'zi bir nuqtalarimi aytib chandırıp etilganda, birisiga To'lqin Aysoning kitobi, yana birisiga Musha adamning kitobi. Agar kinde Musha kitobni agar kinde emasda Xitoy xalq hukumati Musha adamning keyinda botirib, buni yozib qilishga, hatto boshqa tilda yozib qilishga Musha adamning nomida nima qildi? Buningga bizningki da'voning ichidagi Mesela davanın beşiği çıkıp ağırladın ki birasımı bununla dexe oçuktan oçuk dexe hazırgıca oçuk gap qilmadim. Kitap bezish asan. Yazmalı desa qitirqinsa bo'ladi. Hamda u odam yozg'izibdi, To'lqin Ayso o'zining kitobini bilmaydi ekan, To'lqin Aysom yozibdi. Mana bir kitob yozyapman. Yozg'izyapman. Bu kitap Jungnanxayga qaratilgan tutaksiz bomba. Yani Shvetsiyadan qartilgan. Buningda menmo 2025-yili dunyoninki siyosatida eng o'zgarish bo'ladigan, eng yuqori palla chiqadigan, eng qalaymiqan bo'ladigan, balkim Abobkasi urush boshlanadigan bo'lmasa Amerika prezidentininki o'tiradigan vaqtlari va dunyodagi o'ng qanotlarninki kuchlanib chiqib shu dünyanın takdiri başkadan tertip keladigan kiçe yezilib chiqildi. Buningda asosli Jungnanxaydan Dunyo Uyg'ur qurultayigacha va Skandinaviya orolgacha deb buningda o'zimniki Qizil Do'ppan bilan Turma, keyinda Ilidaryo ko'riki, uning keyinda so'z qilingan Sharq Turkistonning bayrog'i muqovasi. Buningda endi men deb kelayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining ichidagi jasuslik, odam bedikchilik,
Uyg'ur davosinin setib etilganligi, uningdan keyin Uyg'ur davosining setib etilganligi va Uyg'urninki mushuning ishidagi qandaq jasuslik qilgan, Uyg'urlarni qandaq kontrol qilgan, qandaq shaklda Suriyaga yo'lga silingan, qandaq shaklda Uyg'urlarningki mustaqillik davosi Şinjan deb atilib qolgan, Sharq Turkiston masalasidan Şinjan masalasiga tushib qolgan asosli Dünya Uyg'ur qurultayininki odamlarningki Xitoyga ishlaydiganligi inglizcha hozatda yozilib saqlab qo'yildi. Bu başta chiqarilmaydi. Agar kimda uydan bir masala chiqib qolsa ota-onamizdan yoki u yerda turayotgan qarindoshlarimizdan qilib qolsa, bu istutaksiz jondan qaytartilgan bomba etiladi. Bu qanday shaklda etildi desa, bu parlament a'zolariga, Amerika senatorlariga taqdim qilindi va shuningga yetarlik Rabiya Qadirning o'lamdi, Толқын Айсаның оламды, Dilshad Rashidning olamdi, Roshan Abbosning yalang'och video, rasm olamdi, hamma narsalar kirishtirildi buningga. Shunda holatda nihoyatda bir sistemalik Xitoyninki yurkiga zarb berilgan kitobdan birisi yozildi, yozilyotdi. O'zimga berib turyapman, ko'ryapman. Mushunda qilindi. Ahmadjon apandimga deydigan gapim, siz yozalsangiz, bizmi yozib qaytarma zarbaga o'timiz. Hamda uningdan sirt boshqa liderlarningki, Ruqiya Turdish xonimlarningki va boshqa qarindoshlarningki yozayotgan boshqa mustaqillik to'g'risida indigenous emas degan doklad to'g'risida yozayotgan narsalarimiz yo'q. Hamda har kimning ma'noda yo'li ayrim. Men mishinchilik bu nuqtada mishinchilik to'xtalay va Xitoy hukumatiga azroq bir skandal berib qo'yay. Xi Jinping boshchilik siyosiy byurodagi 4 milliy munofiq cho'shqa, milliy munofiq demak, 4 cho'shqa faşistlar, Xitoy faşistlari. Ikkinchisi, o'tganda Abduvali Ayub mushu nimada, uningdan keyin mushu ilhom to'xti to'g'riliq bir narsa yezib, sal jidalning purug'ini chiqarmoqchi bo'lib, bir narsalarni yezib, bir narsa so'zlabdi, naq maydon qilib. Uni Ahmadjon Osmon apandim Sharq Turkiston surgun hukumatininki qachonqi bir surgun hukumatining prezidentimi bir adam bo'lgan, shu adam deb bo'lgan ilhom to'xti xoin. Bizga shunda Rabiya Qadir yasab chiqargan o'xshash, mushtaq liderdan bir siyosatlab chiqib, beshimizga mindirib qo'ygan amaliyotda Sharq Turkistonninki mustaqillik davosiga ziyon yetkazadigan odam bu degan. Buni degan, buningdan keyin bu ilhom to'xtini aydirimda tutib kelib, Javhar qizi Uttul Amerikaga kelib dadisininki davosini qilyotdi. Uning ustiga Roshan Abbosning da turib qilyotdi. Hatto prezident Trumpning uyina kirgan chog'dimi Sharq Turkiston degan gapni Şinjan degan o'shadimi ko'rdinglar. Shuningga mening shaxsan o'zim mendan so'rasanglar, men deyman ilhom to'xti xoin. O'xshash. Mayli uni axlab chiqsin, mayli kim qandaq yozsin, mening maydonimdan chiqish qilib turgan chog'da men uchun u bir xoin. Chunki Sharq Turkistonning ichida undaqmi bir raisnashni ib boramaydi. Bu raisnashni ashundaq sinagan qilib, shu Uyg'urlarningki Xitoydan ayrilmaymiz deyishni ilhom to'xtiga ashundaq raisnashnimi ilhom to'xtimi ib boramaydi, ham uning qandaq bir ish shakli bilan bundaq bo'lib qolgan, nima uchun bu qizi bu yoqqa chiqib, dadisini tutib olib bu qizini qo'yib atgan, qiz hozir nima ish qilyotdi, qaysi bir shaklda ish qilyotdi, bu narsa hammamizga aniq. Shuning uchun tarixdan beri qaraydigan bo'lsak, bizningki ichki jumhuriyatimizningki shu yaqin qisda Ahmadjon Qosimga o'xshash Sayfiddin Azizlaytlarmi ashularmi shu yasab tiqib etilib, keyin qayerdandir Uyg'urga bosh qo'yilib Uyg'urni setib etgan. Uningdan keyinki Şinjan Universitetininki atalmish namoyishga chiqdi degan Dolqin Aysa, Rabiya Qadir Xitoy turmusida yotgan deyilganlarni chiqib olib, bizni indigenous people qilib etilgan va Sharq Turkiston davosini setib etgan.
Anondan keyin 89-yildagi Beijing o'quvchilar voy Xitoylar harakatini qo'zg'atyapti, voy Xitoylar demokratiyaga boshlanyapti, voy palonchi Xitoy o'quvchining o'lishiga sababchi bo'ldi, voy undaq qilyapti, mundaq qilyapti degan o'rkashmi Tayvanda ta hozirgacha shu demokratik Xitoy bo'lamdi yoki qanday Xitoy bo'lsa shu Xitoyning quchog'ida Uyg'urniki mustaqillik uchun bir foyda manfaat keladigan hech qanday bir ish qilgani yo'q va hozirgacha ish qilmoqliq. Bu nayeti iniq. Shunda shuning uchun Abduvali Ayub shu chaqda naq maydon qilib ilhom to'g'riliq so'zlagan chaqda men shu UHRPniki 2009dagi 2010dagi shu vaqtdagi ikki tal narsani attım Facebook'a. Onundan keyin bu qaynidi, onundan keyin ilhom to'xtning qilgan deb chiqarildi. Onundan keyin raisnash boshildi. Mana hozirgacha buningki nimasi istiqlari tugugin yo'q. İstekleri tugugin yo'q. Abduvali Ayub mushundaq sen mi chiqasan, biz mi chiqirib ashunda qilamiz. Shuningga sen o'zingninki Xitoydan bir pasport talab qiladigan, Xitoydan ayrilmaymiz deydigan, ayni vaqtida Amerikada gullannoma bilan qilgan, Qashqarga qaytgandan keyin Qashqardagi nurg'un ziyolilarni Xitoyga solab bergan, Qashqardagi nurg'un baylarni, nurg'un ana til maktablarini qilamiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb o't yurak vatanparvar baylarimizni, ziyolilarimizniki arxivini jo'xaylonga tushirib bergan, nurg'un odamlar tutib ketishga sababchi bo'lib, xotin bolang bilan Turkiyaga kelib, Turkiyada yashab, u yerda qalayimqanchilik chiqarib, Parijga kelding, tatayniga u yerda jidal chiqarib, yoqlardan Norvegiyaga ketib, turib chiqib qalayimqon qilayotgan sen shu o'xshash ilhom to'xtida o'xshash odam. Uni sen maqtasangmi, maqtamasanmi, tarix ochadi uni baribir. Çünkü biz ishonmaymiz, çünkü men ishonmayman. Men masala uchun o'zim uchun javob beraman. Men ashundaq deb qarayman. Endi uni Dilyar Musaboylar boshqa shaklda yozamdi, yo jidalga kirmayman deb uni silaqlashtirib yezib, uni qilamdi. Men uningga yurakmi bermadim, men uni taqatmadim. Hatta menga deganlar bo'ldi, sen yoqmoqda, bu deb men yoqmasa yoqmadi. Yoqsa yoqdi. Shu to'g'ri eng qattiq yo'lda mengish kerak. Men siyosatchi emas. Men degan o'qituvchi unda bo'lgan ekanman. Mushundaq bo'ladi bu ishlar. Endi yaqinda sürgün hükümetinin işi toplarda, şu Facebook'larda tezroq gap qilay, sallik temi ko'parakdi. Muşta nima qildi? Ham sürgün hükümetninki şu G'olam ustam boshchiligidagi, Solih Xudoyor boshchiligidagi hozirgacha ICC Gaga sotiga berayotgan Xitoyning 30 amaldori bilan Xitoyning Xi Jinping boshchiligidagi uningdan keyin şu irqiy qirg'inchilik deymiz deb irqiy qirg'inchilikning xalqning shuari qilib to'linib chiqishiga bir dastak bo'lgan. Uningdan keyin to'xtamay Oqsaroyning oldida Independence is Turkiston deb to'xtamay namoyish taxtaylarini bekitib ashadi hozirgacha mustaqillik irodamizni Amerika xalqiga, butunlay Amerikadagi emas, butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizga to'xtamay ashadi o'chmas mayak bo'lib yinib turyotdi. Ham bu balon beşik nurg'un ishlar keldi, tillandi, Xitoydan yog'lardan jidal qilib avatib turmalarga kirib yotdi. Mana yaqinda Sayfulloh jimdadimiz kirib yetib chiqibdi. Bu hamda oson ishlar emas. Turpoq odam o'zi biladi, men bu turpoqdim, ashada so'g'ni so'g' demay, siqni siq demay ashaladı. Qarindoshlar tudi bu surgun hukumatdan qilayotgan ishi Belgiya parlamentlarida nima endi kirib nurg'un ishlar bo'layotdi, nurg'un ishlarni qildi. Uningdan keyin Sharq Turkistonninki birdan-bir mustaqillik bo'lsa chiqish yo'lining bo'ldiganligi, Uyg'ur xalqining qutulganligi, Besidan g'azimining qaytirib kelish cho'qim kerakligi to'g'risida Amerika hukumatiga xat yozyapti. Amerika hukumatiniki Tibetlarni qaror qilganicha shundaq materiallar sunilyapti. Shuning uchun bu surgun hukumatiniki oningdan keyin yana nima ish qildi desa, Rabiya Qodirning oldiga kirib, kim Uyg'ur qonunini besivatdi deb naq maydon qilib bu qonunni olib chiqdi. Olib chiqib bu Uyg'ur qonuni ma'qullandi. Bu cho'qim %100 Solih Xudoyorlarniki nimasi deb qarayman. Solih Xudoyorlarniki g'albisi deb qarayman. Mushlar uchun shundaq bo'ldi deyman, lekin buni Ro'shan Abbos va Uyg'ur shu HRPlarniki yana shu demokratiklar bilan
kelishib Astırt'ın Mark Rubio çıqağı efendimninki qanunlarını suslaştırıp Xitayga ta'sir qilmaydigan darajaga yana bizningki içimizdeki milliy munofiqlar mushtaq qilyapti. Buning dalil isbotlari turibdi. Buni men emas, buni boshqalarmi deyildi. Buni bu ishlarni qildi. Mana bu ishlarni qilingandan keyin yaqinda Sharq Turkiston surgun hukumatiniki saylan mezgili kelayotgan chaqda G'ulomkam boshchilik surgun hukumatga jang boshlanib ketdi. Bu jangni Avustraliyadagi Nurgul Saud xonim Tayvanga berib kelgandan keyin Umid Agahi, ondan keyin Londondagi kimti Anvar To'xti musholar berib kelib, bu chunki Xitoy Sharq Turkistonni Gongchandangni boshqarmaydi, Gomindangni boshqarmaydi. Ammo chiqishni hech qaysi xohlamaydi. Hozircha endi Gongchandangning ketadiganini Xitoyning parchalanib ketadiganini aniq bo'layotqashqa xalqaro vaziyatdan foydalanib Xitoy yana kontrol qilmaydi. Bu bir turkumlar Gomindangning kuchiga berib Tayvandan yuqori iqtisod ib kelingandan keyin nima qilish? Surgun hukumatni parchalash va surgun hukumatni xalqaroning oldida e'tiborlashtirish qilish. Lekin surgun hukumatni Amerika hukumati e'tirof qilg'iliq, Salih Xudoyorni bosh ministr deb bilgilik, har qaysi matbuotlardami hozirgacha boshqa bir surgun hukumatlarningki bir qitim bir ish qilganini amaliy qarindoshlar ko'rib boqmadinglar. Shuning uchun bu yerda olti atishlik tatib olmoqchi, g'ulomkam qilib olmoqchi deganlar o'zi bir ahmoqona bir o'y fikrni yetildirib chiqqanlar. Xalqning faqat mingisini yuyish. Bunun ichida g'ulchilik akalarimiz mi bor, urumchilik dadlarimizmi bor, atishlik akalarimiz mi bor, atishlik dadlarimiz nim bo'pti? Olti atishlik ilovasimi nim bo'pti? Shu vatanni mustaqil qilib bersa, shu chiroq qo'yib bizga yo'lda mengib bersa, to'g'ri yo'lni ko'rsatib bersa, g'ulomkamning mushi yeshiga kelib, mana hozirgacha shu ko'zlarga ziqlarni tiqib etibdiki, anglasam, qilmagan ahonatlari, qilmagan nimalar qaptiki, hozir bolasimi turmadagi hayot tirikligini bilmaydiki, shundoq chiroyli bir o'g'ilvatdiki, bizningmi shundoq, hamda biz ota-onamizdan hamda herhalde qaysi turmada qayerda yotganini bilamiz. Bu odamning oilalarmi vatan deb peri-perang bo'lib ketdi. Ya'ni shundoq bo'lsa-mu, hozirgacha shu yo'ldan qaytmay, mana shu surgun hukumatni tutib turish, Salih Xudoyorlarni to'g'ri yo'lga boshlash, munofiqlarning ichiga kirib olishi, buzilishi, Sun Zibingfaningki 6-sida oyoqdan shap nimaningida oyoqdan shap yurib, mayoqdan hujum qilish deb, mayoqdan shu nimani chiqarib, saylam nimasini chiqarib, ichiga odamlarni tiqib, uningki odamlar kirgandan parlament sistemasida bo'lgandan keyin bilet tashlaydigan ish chiqdi, qo'l ko'targan ish chiqdi, ishni mang'uzmaslik, ishni kayniga chekindirib o'tish. Men necha yildan yog'i meng'atgan ishni kayniga chekindirib o'tish. Uyg'urningki qarindoshlar mashinalarni mushtarasiga diqqat qilaylik. Maqitim ketib qolsa, endi ketib qoladi. Bu surgun hukumat mushtaq xalqaro jinoiy ishlar bo'lsa, Uyg'ur qurultiyi buni buzib, London sud qildi, Argentina sudi deb Xitoydan ayrilmaymiz, Xitoyniki deb mushundaq ishlarni qildi. Bu buzg'unchilikni qilib keldi bularningki. Mushundaq qilib keldi. Undan keyin to'xtovsiz shu konisa, shu qari hisobotlarni ichib, surgun hukumatlarga tahdid qilish, nima qilish, haqoratlarni yog'dirish, vatan to'g'risida Uyg'uristonchi Ablajon Layliman sen yosh vaqtingdan tortib shu qurultaydan ketagiblik o rasmingni men chiqarib to'plab tashlab men so'zildim. Ma'vo hoşkallarını sen jig'ivat xotin balang va balang Amerikada uçak aydamda ya pichoq aydamda uning bilan ishim yo'q, ammo og'zimni buzib tillaydigan bo'lsam, uchchiyingni teshingga chiqib tillayman men. Xotiningdan tortib so'rab kirib, "Men angla. Erkin Abdulhamid Fransiyadagi cho'shqining kuchiga men baramayman emas, baraman 4-oyning o'ttirsida bo'laman. Gaping bo'lsa meni chaqir, naq maydon qilib, bütün isbotlaringni qaysi surgun hukumatni qanday qilding, qanday qachondan boshlab qanday bo'ldi, hammani bir-birlab o'tirib deyishimiz, nima qilding? G'ulomkamlar qanday ishlarni qilib o'tirib, sen nima ishlarni qilyapsan? Surgun hukumatda qanday pachilding? Shunimi deyishimiz? Nurgul Saud xonim, men sizga yana bir qitim deb qo'y, ochiqlar. O boksör faoliyatingizni kiyib kelamsiz, yoki ingliz advokat yo'lishingiz bormi, yoki parlament Avstriya falan narsam desam, siz texmin tonimaydi ekansiz.
Kelsiniz boksör pələylərim var deyipsiz. Ben yanınğa barmay bu deyipsiz. Siz mən Şvetsiyaga boksör pələyinizni götürüp kelib, mən Şvetsiyadan ötəlisiniz. Anadaki Norvegiyaga ötdüm. Bo'lmasa, mayani ötəlisiniz, menden ötəlisiniz, anadaki qiling. Sizning qo'sqingizni liq biliminiz bormi? Kayningizda kuchlik yo'ldoshingiz bo'lamdi. Meni sotqi beramsiz, saqchiga beramsiz, yana birini taklif qildimsiz. Mening mismochali xiyolim kirib chiqmaydi. Chunki men hukumat Sharq Turkiston surgun hukumati G'ulom boshchiligidagi birdan-bir Uyg'urningki hukumati. Biz mushu hukumatni e'tirof qilamiz. Qaysi hukumat ish qilsa, mushu hukumatni e'tirof qilamiz. Mushu hukumatni urmiz. U uruqni kim sap qo'ygan? Anvar Yusuf sap qo'yamdi, yana bir sap qo'yamdi. Uning bilan ishimiz yo'q. Uni tutib turamidimi? Bo'ldi. Tutib turadigan odamni, liderni, ish qilayotgan odamni biz e'tirof qilamiz. Va boshqa Erkin Abdulhamid, Nurgul Savut, Abdulaman Layliman, ma O'rta Osiyodan chiqayotgan iliq Uyg'uriston chiqilib ishni buzayotganlar qilalasang, vatan qurilgandan keyin shu vatanning ichidagi shu xalq beradi uning javobini. Uyg'uriston bo'lamdi, Sharq Turkiston bo'lamdi, Uyg'uriya bo'lamdi. Sen cho'shqining kuchiklari Xitoydan iqtisodni akab, Umid Agahi, Anvar To'xti, Nurgul Savut, Erkin Abdulhamid, Ablajon Layliman, musholar senlar yaqinda ziyonkashlik qilyapsiz. Sen qilinmaysa, u niyat maqsadlaringga biz yetkazmaymiz. Biz qanday bo'ldi ekan deb naqshatganlarimni chiqarib qo'yib Facebookka, da to'r tashlab nimalar chiqadi ekan desak, Abduvali Ayub Qo'pov asto nimanikini boshildi. Ilhom To'xtini oq ko'z tishgan, undan keyin ottoq narsini atilgan yeri kelgancha ashta otimiz. Shuning bilan undan keyin sizlar boshlab ketdinglar bu yilqi saylamdan bo'ldig'ini qilib, biz bu murat maqsadlaringizga hargiz yetkazmaymiz. Undan keyin mayada banga daptida mushu surgun hukumatni Tug'luq Abdurazaqmi buzg'anti, İlyas Shamshidillar mushtaq qilganti, bu Tug'luq bu to'g'ri yo'lda ketayotib, nemishki bularning rasmlarini chiqarib, bularni qo'llaydi. Asli men bu narsaga javob bermasligim kerak. Asli aqli o'shi bor odam bo'lsa, buni bilib oladi. Tug'luq Abdurazaq aka, mushu eng oxir qitim Shvetsiyada sista o'qishda deydi. Ham beshi ham oxir suqqasun. Sizmi ishingizmi cho'ng bo'ldi, navrlik bo'libsiz. Siz bir matematikchi bo'lgandan shu matematikning ishi bilan shug'ullanmang. Siz o'zingiz Amerika Uyg'ur birlashmasini qurib, uni qo'lingizda tutib turolmay, voy onam deb Rabiya Qodirga berib etib, keyindan uni tatqizib qo'yib, uni ertaga chiqib, men qildim deb to'g'ri siz qildingiz, o'zingizning narsani o'zingiz tutib turolmay, ham bir yerga boshmoqchilar chiqib bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki lider bo'lmoqchi bo'lsangiz, o nimalar buzsangiz shunday hukumatni, bu sizningki axloqingizga, ma yeshingizga to'g'ri kelmaydi. Millat xoin deb yozib turgan oxirda. Ma yeshingizda siz uni o'chirib olmaysiz. Sizning orangizga men nurg'un Amerikadagi dadlarimni yo'lga solib, uyingizga avatdim, hatto telefon qildim. Batiqindim telefon qildim, unda qilmasin. Ba akamizni biz yaxshi ko'ramiz. Xalqqa o'xshash jalobdan olsa, u bu deb tillab qo'yimiz yo'q. Yoki anani panani degimiz yo'q, chunki bu bir esil bir ona tarbiyalagan bir odamning pushti, bu bir ziyoli. Ayni vaqtida Mirshad Abbosning shunda Uyg'urlarchidan chiqqan jasus deb chiqqan deb men sizni burun Solih Xudoyarni e'tirof qilaman, u bu deb shu Sayfulloh Ajimning dadashlari bilan u Qurbonga nima G'ulom Kamollar tushgan rasmingizni chiqarishimlik sabab, ani sizning yuzingizga otdim bilsangiz. Ay ishingizda sizning yuzingizga otdim. Uni boshqalar ba'zi odamlarni yaxshi gap bilan akilamiz, ba'zi odamlarni mandaq to'lqin o'shash axloqi nachar, o'shan axloqi nacharlarni onasidan tayinliq, dadasidan tayinliqlarni tillaymiz. Mandaq sizlarga o'xshash yaxshi akalarimizni akilamiz. Bundan men eng rozi bo'ldim İlyas Shamshidin akamizningki, men bu birli bo'ladigan bo'lsa, men bo'ldi bu yapmayman, men aralashmayman debdi. Öyküne bu G'ulom Kamolning raisini chiqargani xato, buni u bu deb yana keyindan yana ezibdi. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, surgun hukumatni pachilmaydigan ish bo'lsa, qolgan fikr erkinligi o'ziningki. Shu İlyas Shamshid akamizning vaqtida aqlini tepib, mana o'g'ilvalda ganjing ish qilgandig'i Alloh rozi bo'lsin. Tug'luqqa sizmi shunday qilib eling. Eng yaxshisi ma umringizda navri ko'rib bo'lgan chaqda ma salohiyat ziyolilig'ingiz bilan, ma matematikchiligingizdan bilan ma ishlar sizga to'g'ri kelmaydi. Shuningga buni men bu boshqa surgun hukumatlarni qo'llab emas, faqat Tug'luq Abdurazaq akamizningki, ma Erkin Abdulhamid, Nurgul Savut va boshqa ma'vo cho'shqining kuchiklariga o'xshamaydiganligini bilib, men chiroyli bu akamizga esiga sap qo'ydim ayni vaqtdagi.
Yana qısa mayli. Sen kimdin? Sen bir shumtak manga chiqib nim qilg'idek desa, umi mayli. Yani xotirjam bo'ling, biz yana chiqib siz qaysi yo'lda mangsiz sizni tillab, unda og'zimizni buzib qilmaymiz. Tanlashni sizga qo'ydik. Uningdan keyin meyada yana manga shu Mirzatning bu gaplarini avatib, burunqi narsalarni avatib, voy undaq mundaq deb qilganlar borki, qarindoshlar. Ba'zi ishlarni hal qilgani bo'ladi, ba'zi ishlarni hal qilgani bo'lmaydi. Men shu chaqda deb qo'ygandim. Shu vaqtda shu Gollandiyada bir qarindishimiz shu o'tirg'i tushib, mushta bo'lgandan keyin o'tirdagi narsani yashliq deb bo'lmasa men o'zigimi degan. Mana men biletlarni olgandim, vizani qandim bo'lmadi, maxsus sayf uchun ketyapman deb. Men qo'limdan kelgan ishni shu chaqda qilib baqdim, bo'lmadi. Undan keyin bo'ldi, buzishmayli, unda sen o'zingni yo'lingman, men o'zimni yo'lingman dedik. Bu narsalarni yig'ishtirdik. Agar kenda urushima yoki men tanlamayman deganlar bo'lsa, balanglar bilet olib beringlar, Amerikaga avatinglar, urushsin, yo bo'lmasa ochiq manbada chiqib tilishib qilishinglar. Men to'xtab qolgandan keyin to'xtab qolmay, o'zinglarning ishini, jiddiliklarni o'zinglarnikini hal qilinglar. Yaqindami shu Mirzat menga telefon qilib, "Madam Amerikadagi Yarmamat apandim deydi" deb surgun hukumatdagi Yarmamatgam. Ondan keyin balini Ershad deydi deb Gollandiyada yaqinda Xitoy konsulini ko'ydirib, yaqinda nimadan chiqqan Ershad deydi degandan keyin men dedim, bu bolalar, bu akalarimiz bunda qiliqsiz narsa yozmaydi. Maynimiz ganjin o'g'al bo'ldek birli Facebook o'ynaydi, o'zining ish bilan qiladi, sen xato uchirib bilib, sen jidalga kirmoqchi bo'lib deb, shunda o'tirliqda ko'riklik qilib, zihniyatimizni xo'rtilgan ishni oz qilishimiz kerak. Jidalga oz kirishimiz kerak. Agar kimda jidal vatan manfaati deydigan bo'lsa, ba'zi ishlarni bir yerga qarib qo'yamiz. Mening derdim ota-onam vatan bo'lgandan keyin shu. Mirzat yo'lbos bilan derdi balo bo'lsa, kirib urushsanglar bo'ladi, Amerikaga bilet olsanglar bo'ladi, basanglar bo'ladi, yo Facebook naqmaydan tillasanglar bo'ladi, agar oxiriga chiqara olsanglar. Bu bo'ladi. Shuningga manga boy sen buni ular anda olib ketganding, bunda olib ketganding, endi qopib bunda olib qapsa deb gapqillar. Men bo'lib qolgan bo'lsam, sizlar bo'lmasanglar, sizlar berib bilet ilib urushinglar. Pasportinglar bor, iqtisodinglar yaxshi, biz chiroyinglarmi bor. O'zinglar naqmaydan ichib tilishib qilsanglar bo'ladi. Menga u burunqi narsalarni, hozirgi narsalarni yana so'rab akirib, uni kirishtirma desanglar, meningki yo'lim ayrim, uninki yo'li ayrim. U Uyg'uriston yo'lamdi, yo boshqalarni tillamdi, boshqalar bilan apaq-chapaq bo'lishamdi, men bilan mismochalik aloqasi yo'q. Different people, different idealar. Har kimning qalbida har xil narsa, har narsani deydi. Bu bir. Onundaki ikkinchisi, mushu yili Sharq Turkiston yoshlar qurultiyidan Dilyar Musaboy shu vaqtdagi Dilyar Musaboy boshchiligidagi yoshlar xalqaro mashinsozlik magnati, ya'ni Volkswagen'ni tashkilotlarning ichida mana hozirgacha birdan-bir xalqaro mashinsozlik magnatini bo'ysundirgan Sharq Turkistonlik yoshlar qurultiyidagi Dilyar Musaboy va sabdoshlariga Sharq Turkistonlik xalqimizni qul qiladigan narsani bir to'xtatibdi. Buni chin ko'nglimdan tabriklayman. Yana shundaqla tabriklayman ham. Bularninki hamda meningki tashkilotidagi bolalarga bir deb qo'ydigan hamda bir nimam yaqinda saylan bo'ldi. To'maris Almasxonim bu rais bo'ldi, kotib bo'ldi. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyidagi yoshlar Dilyarlarga ayrim yaxshi darslarni o'tadi, yaxshi so'zlaydi. Meningcha bir yaxshi bir omdan bir nimalarni so'zlaydi. Sizlarmi mushta naqmaydan qilishni o'rganib, Dilyar so'zlagan narsani xotirlab mengib, naqmaydan ichib, sabdoshlaringlarni qo'llashni o'rganinglar. Ani paynashvashdan qilib pulni toza tilladi. Hozir nimishki Dilyar yo'qolib ketdi. Nimishki oldiga unchikbek chiqib ketmaydi. Ikki cho'ng dadasini o'ltiribdi Xitoy. Uningdan keyin o'ligini hozirgacha bermadi. Oilasiga nurg'un hujumlar bo'ldi. Bu gaplar bu yerda deyilmaydi. Agar hammanglar ashunday bilimidan foydalanib chiqib har tarafdan so'zlasanglar, Dilyar Musaboy yolg'iz miltiqning uchiga chiqib qolmaydi.
Buningdan keyingi deydiganim Tomaris Almas xonim sizlarning lideringlar bo'libdi. Ayol kishi bo'lgandiki texmi hujumlar bo'lishi mumkin, chunki sizlar oqsatda to'xtamay ish qilyapsizlar. Shuningga naq maydon qilishni o'rganinglar, chiqib so'zlashni o'rganinglar. Men Salih Xudoyor, G'ulomkam va boshqalar chiqib so'zlashni qilsa, bu sanoqli bo'lib qolmas, xalqning ko'ziga yana shu chiqib yana shuni davatidi deydi. Har xil hukmdagilar, har xil ideyaliklar chiqib, bulg'ar fikrdagilar bu misol Dilyar Musabaydan bilim ilib chiqib qilinglar ayni vaqtida shunchalik lideranglar tillangan chog'dimi o chiqib o so'zilsa uni taqitib qo'ysanglar o qo'llashilmaydi. Saddash deganning yanada turimiz. Biz endi ashchaqlarda indigenous masalasida Sharq Turkistondagi bizningki setilib ketgan to'g'risida Dilyar o'zining mo'l bilimi va xalqaroliq qoidalari va o'zininki metodi Uyg'ur tilining yaxshiligi o'zininki saviyasining yuqoriligi bilan Sharq Turkistonliklar bilan Şinjanlıqlarni ishga olib bizningki nima demoqchi bo'lganimizni haqqi bildirdi. Shuning uchun buningga hujumlar olib ketdi. Bu shu bizning sababimizdan mushtar bo'ldi. Oxirim desak, yana shu vatanning mustaqilligi uchun ashtar bo'ldi desak bo'ladi. Shuning uchun inonlarga sabdashlarni qo'g'dashni bilinglar, qo'llashni bilinglar. Yaxshi uyda mashq qilinglar, chiqib o'zinglarni video qilib beqinglar, gapib beqinglar, bunday desam bo'lamdi deb. Yo bo'lmasa bundaq tiysin tuzib elinglar, ber ishga ma'noqda so'zlayman, bunda qilmay deb qilsanglar, Xitoyning ko'ziga necha Dilyar Musabay ko'rinsanglar, o chaqda Xitoy kimninkiga bu Dilyarga tegsak, ma'vaga, ma'na tegsak, abad deb umash qilib yetish kerak bularni. Chunki bir Dilyar chiqib olsimi, charchab qoladi, shuningga Dilyar yo'qolib ketdi bo'lib qoladi. Shuning uchun ham buningdan keyingi hozirgi qancha yil vaziyat o'taydi, sizlarnikida Tomaris xonim chiqdiki, o'zinglarniki ayol kishi balkim nurg'un Xitoyga zarba berishinglar mumkin. Ham shundaq deb ishinaman. Agar unda bo'lib qolsa, qiz bolaga nurg'un hujumlar keladi. Qo'g'dashni o'rganinglar, qo'rqmay yezinglar. Burun yoshlarlar uni buni qilib qo'ygan bo'lsanglar, bu qilgan bo'lsanglar, yana bir ishinglar bo'lsa, hech kim bo'lmaydi. Millatni satmagan bo'lsanglar, xayrlik qilmagan bo'lsanglar, bulaydi u bir aybinglarni haq yezib, oilanglardagi bir ishlarni ochiq tashlash, ashuni deb qolarmi? Voy to'g'liqniki anda degan, palonchinikin manda degan, voy aniki manda degan deb o qo'qab boshini tiqib to'saq, bo'lmaydi. To'g'ri, tillaydi, yurak og'riydi, lekin amal yo'q. Umumiy bir tashviqot, media urushi. Onundan keyin mayada bitta narsa bordi. Mavu Sharq Turkiston surgun hukumatiningki tor betida borda. Bu chiqargan narsa Sharq Turkiston surgun hukumatiningki tor betida bor. Bu Mavu Dünya Uyghur Qurultayınınki tor betida chiqargan o'zininki mushu No'ro'z faoliyatlik narsasida. Endi mushu ikki parcha narsadan ko'rib olsanglar bo'ldi. Birsi Xitoydan avtonomiya, Xitoydan rahimdillik tilab turib Xitoy bilan yashayman deyotgan. Yana birsi Xitoydan mustaqillik talab qilma deyotgan narsa. Kirib, shu xabarni o'qisanglar, Euroasiya deymiz, Fox News deymiz va boshqalarda Sharq Turkiston degan gap aniq ilingan. Sharq Turkiston surgun hukumati Xitoyni ICCga berdi deyilgan. Yaxshi matbuotlarda, Amerikaning 10-yil matbuotlarida yozilgan. Onundan keyin 4-5 matbuotda shunday yozilgan. Onundan keyin Sharq Turkistonning mustaqillik tayyorlayotgan guruhning lideri deb ilingan. Sharq Turkiston surgun hukumati deb ilingan. Mana mushuningdan xalqaroninki konjunkturningki o'zgarayotganligini bilsanglar bo'ladi qarindoshlar. Mehmet To'xtalar aytdi, "Voy Şinjan desek, voy Sharq Turkiston desek bo'lmaydi, mustaqillik deb bo'lmaydi" dedi. Qonun professori Mehmet To'xta apandim siz kirib ko'rib baqsangiz bo'ladi, bo'lamdiki, bo'lmamdiki. Sizlar Sharq Turkiston deb shu boshlangan bizningki mustaqil davosimiz sizlar yo'q qo'yatgantinglar. Sharq Turkiston surgun hukumati Salih Xudoyorlar qaytadan dunyo tartibiga akavatidi. Mana bu ikkisiniki selishtirilmasi qarindoshlar. Shuning uchun aniqlaymiz, ani Xitoyning dependchilayotgan munofiq, mavi Sharq Turkistondagi tub ulusal manfaat uchun kurash qilayotgan bizningki haqiqiy surgun hukumatimiz. Mana qarindoshlar boshqa surgun hukumatlar qilmadiki bu ishni, faqat shu G'ulomkam, Salih Xudoyorlar qilayotdi. Shuningga ko'zimizni ichib
şu ray sinash nimasiga yaxshilab nima qilayli? O'zimizninki nimasini basayli, qo'rqmayli. Endi uning daras demasimi, profilingiz chiqib qoladi ekan, chiqib qolsa nima bo'pti? Xitoy nimamizni tutmadi, nimamizni ilovamidi, endi uningga qo'rqib ketgidek ish yo'q. Ashu qurultayning yinda daqudunbaq chilinib, cho'shqa qutundek petig'ilinib, yusanglarmi shu kuninglar o'tidi. Ertaga shu el yurt o'stagan shu makon ustozinglar shu nambagan vatanga borisizlar. Men bunda qarasam, bu chet eldagi Uyg'urlarning ko'pinchisi shu yashig'ini chiqdiki, vatan millatmi demabdiki, o'kimmi ashulaqa Dolqinay Sanoning do'tatdan birini ko'rdim. Umi bo'ladi, umi bo'lmaydi emas. Endi u ish qilayotgan odamlarga to'g'ri kelmaydi. Masalan, Salih Xudoyorlarniki, Dilyarlarniki ashta bir ish qilganini ko'rmadinglar qarindoshlar. Ramazon demay ashta daqudunbaq yursa, bizga istashlik qilayotgan musulmon ellar bizdan nima deydi qarindoshlar? O'ylab beqinglar. Arablardan ranjib ketamiz, Türklerden ranjib ketamiz. Avval o'zimizni o'rnini qo'yib baqili haq hozir Novruz musulmon elleri degandikilar, shu Arabistondagilar yoki shu Malayziyadagilar, Indoneziyadagilar shu narsalarni ko'rsa, tfisallarga deyishmamdi qarindoshlar. Biz bir dafsanda bo'layotgan, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millat bo'lsak, bu o'zang ozgansa xo'p bo'pti deb menga jugur deysin deb qasddan Xitoyning nimasidan qilib etilgan ishlar, bu qilib bo'layotgan ishlar, bu cho'qqin buning keyinda nurg'un o'y fikri bilan bunda qilsak, bunda vaqt bunda bo'ladi ekan deb ma tarafdan musulmonlarning nervisiga işte tekkizib, bular shuga deyizish, qanday musulmon bo'ladi deb. Ma tarafda g'arbliklarningki nimasidan qilib etish, bizni har tomondan ayirib etish, da'voninki yo'llarini kesib etish bu. Shuning uchun mana qishlar kelgan chaqda diqqat qilaylik qarindoshlar, qo'llab bermayli, taqib bermayli. Qozog'istondagi qarindoshlar, O'zbekistondagi qarindoshlar, Qirg'iziston qarindoshlar o'zinglar yordam beringlar. Uyg'urni o'zinglarningki ashadagi madaniyatinglarni saqlab qilinglar. Ashadagi o'zinglarningki namratligiga yordam berib qurultayga hargiz pul bermanglar. Bir tim pul bermanglar, mana ko'plab taqitinglar qarindoshlar. Hargiz pul bermanglar. Shunda uningdan bu qurultayni ko'tarayotganlarmi, podog'ini ko'tarayotganlar o'zining qanday ko'tarayotganini bilmaydi. Qanday ko'tarayotganini bilmaydi. Qor quyoqni ko'zini yumib ko'tarayotdi. Men deymanki, men yerda bizningki 3-chi bir echilgan tashkilot, endi u nima shaklda, nima uchun echildi, Uyg'urningki nimasini Uyg'urningki ikki bo'linib ketdi, ketgandan keyin bu Ma'rif bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetidagi Abdushukur Samsaq apanimlar bularning dipini chammagandan keyin shuning bilan bu yerda 3-chi birsini tug'di deya. Ular shu bultimi Ramazon demaymish adaki o'zini men akademik tavagan cho'ng Abdushukur Kurash Ko'sanninki kuyog'li Mushola Mishad Uppsala Universitetining professorini yig'ilib Ramazonda bu yil daqudunbaq qildi. Onun için Nabijan evvela evetti mi ya kim evetti bunu akırı kim ben okumadım. Abdülmecid Yerfeller tarafta oturduğun siz Uygur ma bizden yer fondadan pul talep yapsiz pul verilmeydi. Siz birden pul vermeysiz onunla. Benim akıllarım, şirket aşkı akıllarım, benim tukallarım 3 mingdan 5 mingdan 10 ming kurundan biz sağan onu. Biz berip kelavatımız. 50 kurun tıkıp koyup 100 kurun tıkıp koyup sen ona hesabını pul alma desem bizden imzarımız itilmay durup sen birden pul alamayısın. O pul xalqning qon teri qandaq tasga bo'lsa sening No'ro'z o'ynashing uchun bir daqdunbaq qilishing uchun pul berilmaydi. Men o'chaqda Londonda bo'lib qopdimmi? Bo'lmagansa men baratdim-kanman o yig'inga. Ya'ni yaxshi Ahmad Tursun apandim tiqib to'yg'izib seni ashada chiroyli yo'lga sap qo'yibdi. Men bo'lgan bo'lsam boshqa narsani datdim. Taraq oldiga yava emas, mo'yliqqa kirib ko'z tutib qo'yatdim manalar debchi. Kuyog'ling bilan kelamsa ya boshqa bratanlarni ib kelamsa, takoylarni ib kelamsa, kichiklarni ib kelamsa, meni oldimga kelsang bo'ladi qanday bo'lsa. Pul yo'q sana. Sen bir tip pul chiqarmay turib, ya jidal chiqarma yoki uni buni chiqarma demay, podaq ko'tarishni yaxshi o'rgan. Avval podaqni qanday ko'taramiz? Podaqni talab ketganmiz, palay kiyib ko'taramiz, bo'lmasa ko'tarmaymiz. Ha? Meyada men seninki o'zingninki qarg'ulachi bilib bilmay
Ben bunu eli çaplap koymak qarindoshlar. Mavo Dolqunay bilan Zumratay. Mayada birisi Dolqunayjim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi siyosiy ichinishlik mag'lub bo'ldi. Bu qitim BDTning Uyg'ur kishilik huquq loyihasini qo'llamaganligi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoydan avtonomiya va kishilik talab qilish siyosatining ichinishlik mag'lub bo'lganligi aniq bildirildi. Shunga endi Dolqunayjim nomus qilib bo'lsa-mu taxtdan tushishi va Dunyo Uyg'ur qurultiyimi siyosatni boshqadan tuzish kerakmi qandaq? Qo'llaydiganlar inkas bildirasizlar desa, yo'llanmani yoqtirgan bo'lsangiz, qo'llash belgisi yurak yoki xoni besib, tarqitib ambarlab qo'yasiz desa, sen o bilib bilmay bu xo'jayiningni tillab olsa, buni sen taqitib olsan. Ikkinchisi, oldingi Shvetsiya Uyg'ur komitetiniga bir mazgil rais bo'lgan Maynur Hasanova mushu narsani o'xshash holda sizlarni uqishmay ikki O'rta Osiyolik Uyg'ur Shvetsiyadagi 3-qurilgan tashkilotning liderlari uqishmay taqitibsizlar. Uyg'urcha yoziqni sizlar o'qimagandan keyin podaqni ko'tarsanglarmi, nabija alalar mana bir o'qib baqa, mana biz taqassaq bo'lamdi, bo'lmamdi deb taqassanglar bo'ladi. Uni keyindan o'chirib elib, qisanglar tatib oladiganlar chiqadi. Ma'ning ichidagi nima deyilayotganini asli sizlar Dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llaysizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyini mang'isizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyining har bir narsasini taqitsizlar. Ammo ma'ning kelgan chaqda chandırib qo'yibsizlarda qor qo'yoq ko'zni jumbilib turiblam qo'llayotganinglar mana men deb chiqib turdi. Odam degan endi döt bo'lsa-mu, Xudoyim aqlni bersin-da, endi aqlni bermasa, mushunda bo'ladi ekan bu ishlar. Uningdan keyin mayada Baxtinur Abdinur xonim bilan yana Maynur Hasanova mayada bir shivit odam debdi, Uyg'urlar men bu shivitchini detariyam niyat atishina berdisi Folfestatlandet intitar word men buni o'qibmi o'tamay, men ili chaplab qo'ymayman. Mandaq narsalarga Baxtinur Abdirim xonim bilan Maynur xonim bundaq narsalarga yurak bermaymiz. Shvitga ili Stefan Löwen bo'lsin bermaymiz. Men eliqi Anita degan ayolga aniq yozima, Sharq Turkiston Xitoy parchalanish kerak, virusni tashirish kerak, Sharq Turkiston mustaqillik kerak. Sevinedin apandilarni, Gundan yarimlarni misol ib yozima. Bana yurak berdi o ayol. Mandaq shvitlar yezi Uyg'urlar Xitoylarga tava, bu yerda yaxshi yashash kerak. Xitoy bundaq jinoyat qilyapti, u bu deb yozsa, tegiga yozolmasangmi, mandaq yurakni bundaq qo'llashni bermaysa, maydoningni bildirsa. Yo'q, biz Uyg'urlar Xitoyga tava emas, biz mushu zaminning egilari, shuning uchun biz irqiy qirg'inchilik uchrayapmiz deb yozsa. Mashundaq. Ila o shvit u bu yerdagi parlament a'zosi bilan yana nima bo'lsa, o'zingning siziqi bo'ladi. O'tkatmaysa, xuddi men bexatarligi darsi bo'yicha men taksi bilan keldim, pulimni ver demagandek gapning chiqini qilmay, o'zimnikini o'zim to'lab, o'zim berib, o'zimning chiqimlarini o'zim ko'tirib, men bunda qildim-ku, men to'lab bermam, sizlar bundan narsa keldim-ku, jiqqa qilishning hojati yo'q. Shuningga o'xshash, ma'u siziqing bo'ladi. Sening siziqing yo'q. Shuning uchun mushundaq bo'ladi. Eng oxirida agar kendi qayilolmasanglar, menga telefon qilsanglar bo'ladi. Biz ko'rasak bo'ladi, yig'nashsak bo'ladi ashada o'tirib. Ko'ngillar kelgan bo'lsa, ko'ngillar kelmasin, mushundaq bo'ladi, chunki biz o'qituvchi bo'lgandan keyin mushta bo'ldi. Eng oxirida o'tganda menga shu topda yoki u yerda axloq to'g'riliq, og'zimizdan to'g'riliq gapirayotganlar bo'lsa, Parat Yo'rin Qashqa, Dolqunay Isaga, Barmoq Shohi, Ro'shan Pormga gapiringlar, men gapirmanglar qarindoshlar. Men hozirgi qilayotgan ishimda ilg'u bilan tillabdimi? Misoli payg'ambarimiz bu ummatlarni islomga kirish uchun, arabni birlashtirish uchun, bir dinga kirish uchun oldi bilan yaxshi gaplar qilingan. Yaxshi gap bilan manganlari yaxshi bilan mangan, yomonlarni qilish bilan chapqan. Unda bo'lsa shu payg'ambarimiz bizningki jinoyatchi bo'lamda, unda bo'lmaydi-ki. Unda bo'lmaydi-ki. Payg'ambarimiz jinoyatchi emas-ki. Ikki jumhuriyatda qon to'kkan qarindoshlarimiz Xitoylarni o'ltagan, o'zimizning xoin munofiqlarni o'ltagan, o'shalar jinoyatchimi vatan qurish uchun? Unda emas. Bizning vatan amal yo'q, bizningki adliyarimiz yo'q, soqchimiz yo'q, sotimiz yo'q, amal yo'q, shu bizimiz tillaymiz.
Roşan Abbas meni qo'qtiga o'chib deb qapsa, undan keyin pulni berdim deb Turkiya bir yerlarda çaylarga xotolarni tiqibsa, ayni vaqtida biz bergan yoki manda qilgan, anda qilgan deb shu narsalarni chiqar. Men sendan qo'rqmadim. Men Ramzan kelib qoldi, shuning men og'zimni sal chiqishtirdim. Ramzanniki valaqchaligimni chiqardim Roşan Abbas oilam bilan Abdukim Idris uchunki anglamagan gaplarni anglaysa hayotida. Mushunchalik deb qo'yay. Shuningmi shu axloq to'g'risida so'zlayotganlar deb kalimizni ishlatib baqay nima deyotdi? Nima uchun bunday qaqshab ketdi? deb mushlar narsalarni ko'plab o'ylaylik qarindoshlar. Unda bo'lsa men bu asto chiqib ketay, uzun bo'lib ketgan aqmaydan qilgan, men ham bir mazgil chiqmasligim mumkin. Shuningga nima qilaman? Undan keyin o 3-cü təşkilat deb qo'yay, u sizlarning nima sababdan quruldinglar, qayishdan keyin bo'ldinglar, yozilayotgan kitobga umi kiryapti. Tashkilotlarningki bunda qachon qurilgan, Shvetsiya Uyg'ur komitetiga 20 yil bo'lay dedi. Yoz kelsa 20 yil bo'ldi. Ma'rifnikiga 10 yil bo'ldi. Sizlar deganga texe 2 yil bo'ldi. Nima uchun unda bo'ldi? Yerferlerdeki Abdimijit akangiz bakchiq kelib ketirgan bo'ldi. Qozog'istondan kim beryapgandi? O Qozog'iston tarafdagi o'yliq sizlar hergiz o siz o berib o ailangiz va odam o pulga amroqligingizda hergiz akangizni undaq chiq qatnab ketirgan chiqimlarni siz o ko'taranmaysiz. Dilshod Rashid ap keldimi ya? Voy bir vaqtda deylik biz Uyg'uriston iliq nimasidikilar bilan, mashrabdikilar bilan nima qilgan chaqda? Voy bilafkam mening uydagilarimni qivaldi, shunga men to'xtab ketdim, bular da'volarga kirmaydigan bo'ldim. Mening to'g'ri tushunganda men seni bilaman deb qiqib olgan chaqda shunda so'zlab ketgandinglar. Ajab kuch kirib sizga da'voning ichida ilg'or aktiv bo'lib qurultayning keyindan ajab chapadigan bo'lib ketib chiqqan. Qurultayningki Xitoyga ishlaydiganning isboti menda bor. Rast Dilshod Rashidning gapi chiqib qoldi. Dilshod Rashid apandim, meğer manda narsa uchrab qoldi menga. Migrafon Svarkitninki Ko'chmanlar idorasining qoidasi bo'yicha Ko'chmanlar idorasi tarjimon bo'lganda manda qishloqqa kelmaydi. Ma'vu ayol birinchi ayolingiz Zulfiya Baldun, Shvetsiyada tarjimon. Endi bu Zumrutayninki inglizchasi yaxshi. Bu ayolingiz nima tarjimonlik qilyapti bu yerda men uqmadim. Balkim mandaq yerlarga kelmaydi-chi, bizning tarjimonlar yo'q-ku biz tarafninkida. Mandaq yerlarga kelmaydi. Uningdan keyin mandaq yerlarda yurmaydi. To'y-to'kun yoki Uyg'ur faoliyatlarda Uyg'ur tarjimonlarninki yurishi, uni buni qilishi cheklandi-ku deyman. Shvetsiya Uyg'ur Ko'chmanlar idorasining qoidasi bo'yicha. Endi bu yerga bu ayolingiz kelibdi, lekin mav salohiyatlar bilan kelib qolibdi-da. Sabrina Rashid degan. Endi bu Sabrina degan qizingiz Budapeshtda o'qib, doktorliklarni qilib mayaladi. Praktik qilib yuradi, bu politikni hech qanday bilmaydi. Endi o'g'lingizga bak yomon sizningki. O'g'lingizni bir ko'rib baqsam bo'ldi, inshaalloh uni bilan bir ko'rishib qolaman. Hammanglarni bir yer ko'rib qolamiz-ku. Sizningmi shu sarangliq kinishkisi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida yuryapsiz. Uchyapsiz, undan yeyapsiz. Meningcha ayolingizmi ishdan haydalishi mumkin. Shirkatlarning ichidagi haqlarga gongzochanjon qilgan, uningdan boshqa sizning sarangliq kinish bejirisingizda asos rol o'ynagan, uningdan keyin mushundaq tarjimalarni teshig'i chiqib deyishi, o tarjimani olib uningki siz buning bilan ajrashib bilan mehribon niyozni akilib, chovuldagi mitlar bilan vatanga yo'lga selishingiz, sizlar uch burjaklik jasuslar desammi bo'ladi amaliyotda. Chunki nayt aqlli o'ynaysiz siz, hamda quyruq chiqarib qoldi ekansiz. Qapı men hamda quyruqingizni tutyapman. Bu tarjimani oladi, hammaninkini bilasiz. Ayni vaqtida men ijod turg'onga mishada bir aydis kesilib ekan, men mushta anglab qoldim. O'g'u Xitoyga, hatto Xitoy tarjimonlarini akalalaysiz-ku, bilasizku, Xitoy tarjimon tunishtiringiz yo'q. Uning qaragan chaqida Uyg'ur tarjimon o'zingizning xotin tutsa,
O xotiningiz apirib sizga deydi, siz shuning bilan bir kichikqa tug'ilib qolgan haromdan bo'lgan shumtakni deb uning bilan ko'rishma deb jalobni qilasiz mehribon degan mehnatniga Uyg'urni tasatgan, Uyg'urni koldirlatgan. Sotqa chiqinglar. O'ylaqi Bakram Tursunning ayoli Masuda xonim sotqa chiqinglar. Nejat turg'un avatib ishlayotgan-ku, saqlab turyapman sotni. Sotqa chiqinglar, jalob tavotidi, haromdan bo'lgan tavotidi, bizni xoin tavotidi, jasus tavotidi deb. Balkim men vetin aldırık tap qo'yamiz. Dilshod apandim ishkingiz chekilib qolishi mumkin. Yoki fo'shakning kassa, yoki sapu, yoki saqchi. Mehribon Niyozning shu. Mehribonnikini bir qaytim ko'taygandim, seninkini bir qaytim ko'taray. O debdi bu yerda Xitoy konsul kirgandim vezibadi deb. Sen deysa boshqa gapni qilsa. Ben jiq deyishmaydi. Seni mo bak ochiqli miltiqning ustiga chiqarib qo'ymay, go'ngchandan yana ichiplaversam seni o'tirib qo'yatmisan yana. Chunki xoinlar chinib qolsa oldida yo'qdir emasmi? Seni aldirmay shot fash qilib o'ynaymish. To'lg'abjoq. Ashunda qishlar men tushunamay qoldim. Bu qolsa bir tushuntirib bitasiz sizg'o, nechoqdan beri beshingiz ichingizni tiqitli yetib oldingiz. O başlama işçiyi tıkavasa çıkağını buludu, çıkırımız. Kitap pisse, atsak, ya sizni G'arbning qo'yniga tiqib etimiz. G'arb uchun she'r qilib kelsiz. Xitoyning G'arbiy ixtibarat ta'minasini setib. 2019 Babur tutulgan chog'da setib bo'lgansizlar, uni Xitoymi biladi. O'zining millatini satgan odamniki boshqa birsini satadig'ini. Qani, Vifosiya yo'lda ketib ko'mamda qolgan men undaq o'zimning davlatliklarni bilan dalanmay teshidaqliklar esildig'ini emas. Hamma to'rni, hamma narsani obdan yeyib, taqib turg'iliq. Sizlar qachon tushidiki deb shu qarab tudim hamda shu so'tinglarni, saqchanglarni kutib, o Madinay Bavdum bilan berib ketgansizlar. Saqchimi men aloma deb baxmidi, ishimni chekib baxmidi. Abi chekkan bo'lsa yaxshi bo'ladi shu. Şu müşunda narsa, qarindoshlar mush ishlarni bilib olinglar, Dolqinaysa efendim siz obdan bilib oling, o'zingizniki nima qilganlar. O'yliq Norvegiyalik Abdurshid muattiranglar desa, sen bilib ol. Men seningmi az kundan keyin shu Ramazon o'tishini yozda shu 5-oylarda Norvegiyada azroq qilgan ishim bor. O'tib qolsam saqchangni chaqiramsa, ammachangni chaqiramsa, kim chaqasang chaqa. Dolqinay efendimga mushtar debdiki Xitoyimiz da apam dadam chiqishdan tilab kerak. Tilingga javob bersa sening boshi ketdim. Undan keyin qo'shimcha ma'vo saylam deb yoki Uyg'uristonchi deb uni buni buzayotgan Erkin Rozi Norvegiyadagi sizlar o'zingizning kasal o'shqonlarni yig'ib chiroyli ishinglarni qilinglar. Jidalni ko'tarolmaysizlar. Gapni qilib qo'yib oxirchim ega bo'lolmaysizlar. Unda bo'lgandan keyin qisinglar. O'ylaqi turmadan chiqqan Abdullahat degan sanmo tala Uyg'uriston deb jidalni chiqamay, qo'lingdan kelsa bir ishni qil, o'kana turi xo'shdan ishni chiqib qo'yib, vaqt degan yuraging yeyilib ketdi, ezilib ketibsiz. Sen o hamda atrofingdagi bir ish qilganlarni turk hukumatiga setib bo'lding. Veya kirgandiki şu deyse demişsen manda degan sharoitlar bilan buniki ma'rifdan ichida quloq olmaya, o'lmalarning ichida quloq olmaya manda shartlar bilan qo'yib berilsa, o ashundaq bo'ladi. Hukumat tutgandan keyin bir shart bilan qo'yib berdi. Hargiz seni munda qo'yib bermaydi. Buniki eningda sening juga odamlarni diqqat qilsa bo'ladi. Shuningga jidalni azroq chiqarib ish qilinglar. Ish qilmasanlarmi jim o'tiringlar. Vatan mustaqil bo'lgan chog'da vatanning ismini vatandagilar qo'ydi. Qarindoshlar unda bo'lsa Xudoyim amonat. Aman bo'linglar. Yana bir az vaqtdan keyin ko'rishimiz.